Endi gos uslugidan ro'yxatdan o'tish uchun menga ham 500 rubl berishingiz shart emas. Men sizlarga hozir buni mutlaqo bepul yo'lini o'rgataman. Videoni Rossiyada yurgan yaqinlarga jo'natib qo'yish va like bosib, menga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Снилс добавлен. Orqaga qaytamiz. Yana bir marta bosamiz, zaregistrироваться. Endi pochta добавить qilamiz. Mana добавить почту. Endi pochtaga o'tib, kelgan kodni tekshiramiz. Именно bu telefonda Gmail pochtasi mavjudligi uchun biz Gmailga o'tamiz va stranitsani bitta obnovit qilib ko'ramiz. Mana Sberbankdan keldi. Juda ham kichkina bo'ladi, sal kattalashtiramiz. Mana kelgan kodni ko'rib turibsizlar. Shu yerga joylaymiz va продолжить tugmasini bosamiz. Xo'p, галочка обязательно qo'yib zaregistrироваться ga bosamiz. Ozgina kutganimizdan keyin voilà, pochta добавлена. Xo'p, biz pochtani ham qildik, вернуться-ni bosamiz. Yana bir marta zaregistrироваться ga bosamiz. Mana ko'rib turganlaringiz ikkovi ham bo'ldi. Telefon raqami ham pochta ham добавлен bo'ldi. Sizga gos uslugidan kod kelishi mumkin. Одноразовый parol deb bir huquqiy har xil simvollardan bo'lgan parol kelishi mumkin. Bizga kelmadi. Biz просто gos uslugi ilovasini ochib turib, telefon raqam Snils yoki pochtani yozib bemalol kirishimiz mumkin. Xo'p, bizni holatimizda hozir men telefon raqam bosaman, parolni telefonimga keladi, kod keldi. Kelgan kodni gos uslugi ilovasini qaytib ochib kirgizamiz. Va bu oynada biz parol sozdat qilishimiz kerak. Mana hamma разрешенияларni beramiz. Da разрешить при использовании разрешить qilamiz. Mana bizning profilimiz. Mana ko'rib turganlaringiz hali не подтвержден turibdi. Mana endi bu yerda biz pochtani подтвердить qilishimiz kerak. Pochtamiz sariq turibdi, галочкamiz yo'q. Отправить письмо повторно bosamiz. И yana pochtani ochamiz. Pochtani ochganimizda gos uslugidan yana bitta подтверждающий kod kelgan bo'lishi kerak. Kelgan kodni yana gos uslugi ilovasini ochib, xuddi shu joyga kiritamiz. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, bizda hammasi a'lo, elektron pochta va telefon ham tayyor tasdiqlandi va 3 ta галочка bizda paydo bo'ldi. Mana подтвержденный учетный запись. Hammaga rahmat.